Assalamu alaykum muhtaram televizor ko'ruvchilar. Ko'rayotganinglar Amerika poytaxti Washingtondan tarqatilayotgan Erkin Asiya Radiosining Heptilik Xewerler programmisi. Men bugungi program riyosatchisi Gulchehra. Növbətdə muş bir hafta jarayonida radiomizda Uyg'urlarga doir berilgan bir qism muhim xabarlarimizni eslatib o'tmoqchimiz. Diqqat bergaysizlar. Uyghur Milliy Harakati rahbari Rabiya Qadir xonim 9 ayning 1-kuni Dunyo tinchlik kuni munosabati bilan Fransiyaning poytaxti Paris shahrida chaqirilgan O'rta Sharq krizisi duchor bo'layotgan xiristlar va hal qilish yo'llari mavzuliq xalqaro yig'inga qatnashib, Uyg'urlarning navbatdagi vaziyati haqida ma'lumot berdi. Yig'inga Amerika Davlat Majlisi, Yevropa parlamenti, Fransiya parlamentlarining bir qism a'zolaridan boshqa yana O'rta Sharq mamlakatlarining bir qism ataqliq kishilik huquq qo'g'dug'uchilari bilan sobiq davlat rahbarlari bo'lib 3000 ga yaqin odam qatnashgan. Mazkur yig'inda fikr bayon qilgan Rabiya Qadir xonim begunoh insonlarning jiniga zomin bo'layotgan diktator davlatlarni ayblagan. U Xitoy doiralarini Uyg'urlarga qaratilgan qattiq bostirishni to'xtatishga chaqirdi. Rabiya Qadir xonim yig'in jarayonida bir qator uchrashishlarni olib bordi. Dünya Uyghur Qurultayı İcraiya Komitetining raisi Dolqun Aysa 9 ayning 1 va 2 kunlari Birlashgan Davlatlar Tashkiloti İnson huquqi Oliy Komiteti bilan Birlashgan Davlatlar Tashkiloti Majburiy tutqun qilinganlar komiteti birlikda chaqirgan Majburiy tutqun qilinganlarning haq-huquqlari nomidagi xalqaro muhokama yig'iniga qatnashib, Ilhom To'xti va Abduvali Ayub qatorliqlarning masalasini o'tirib qo'ydi. Yig'inda majburiy tutqun qilingan kishilarning huquqlarini xalqaro qonunga asoslanib turib qanday qo'g'dash va boshqa kishilik huquqqa oid masalalar muhokama qilingan bo'lib, Dolqun Aysa Xitoyning Uyg'urlarga elib berayotgan xohlagancha tutqun qilish siyosatining Xitoyning o'z qonuniga xilof ekanligini, tutqun qilingan Uyg'urlarning og'ir tan jazosiga uchirganligini, Birlashgan Davlatlar Tashkilotining buningga qarata jiddiy chora-tadbir qo'llanishi kerakligini ta'kidladi. U yig'inda Uyg'ur ziyolilaridan Ilhom To'xti va Abduvali Ayıblarni misol qilib ko'rsatib, ularning turmadagi ahvoli to'g'risida yig'in ahliga ma'lumot berdi. U yana Malayziya, Tailand qatorliq davlatlardagi Uyg'ur musofirlarni qutqizishni talab qildi. 27 avgust kuni Uyg'ur Abdunum rayonluq partkom Urumchida 1944 yildan 1949 yildagi Milliy ozodlik inqilobi rahbarlaridan Ahmadjon Qosimiy qatorliq 5 kishini xotirlash suhbat yig'ini o'tkazdi. Bu faoliyat Ahmadjon Qosimiy qatorliqlarning qazosining 65 yilligi munosabati bilan o'tkazilgan bo'lib, yig'inda Abdunum rayon partkom sekretari Jang Chunshan so'z qilgan. Xitoy agentliklarining xabar qilishicha, partkom sekretari Jang Chunshan so'zida Ahmadjon Qosimiy qatorliq kishilarni ayni chog'dagi inqilob vaziyati murakkab va qiyin ahvolda tarixiy iqlimga moslashib, to'g'ri maydonda turgan, milliy bo'lginchilikka qat'iy qarshi turib, vatanning birligi, millatlar ittifoqligini qo'g'digan, Jungo Kompartiyasining rahbarligini qabul qilib, uch viloyat inqilobini to'g'ri yo'lga solgan deb ta'riflagan. Ammo Uyg'ur tarixchi va siyosonlar bo'lsa, Xitoy doiralarining Ahmadjon Qosimiy qatorliqlarning vafotining 65 yilligi munosabati bilan ularni xotirlash faoliyati uyushtirishining navbatdagi Xitoyning atalmish 3 xil kuchlarga qattiq zarba berish va muqimlikni qo'g'dash harakatining bir qismi ekanligini, buningda kuchli siyosiy tashviqot va ideologiya ko'rish nishoni borligini o'ttirib qo'ydi. Sovet va Xitoy hukumatlari birdek holda Ahmadjon Qosimiy qatorliqlarning 1949 yil 8 oyda Sovet ittifoqi territoriyasida Beijing safari jarayonida aeroplan qazosi bilan hayotidan ayrilganligini rasmiylashtirgan bo'lsa-mu, ammo inqilob shohidlari uning o'limining orqa ko'rinishga ega ekanligi, balki ularning o'limining Stalin hukumati bilan munosabatli ekanligiga ishonib kelmoqda. Uyg'ur eldagi qozoq tibobati dorigarligi Xitoyning davlat darajalik g'ayri moddiy madaniyat meroslari tizimligiga kirgizildi. Tangirtaq to'rining xabar qilishicha 2014 yil 7 oyda Xitoy Madaniyat ministerligi 4-turkumdagi davlat darajalik g'ayri moddiy madaniyat meroslarining tizimligini e'lon qilgan bo'lib, Uyg'ur Abdunum rayonidan iltimos qilingan turlar ichida qozoq tibobati dorigarligi bu tizimlikka kirgizilgan.
Ma'lum bo'lishicha 3-sentabr kuni Xitoy va Qozog'iston qozoq tibobati dorigarligining xalqaralashgan taraqqiyot munbirini o'tkazdi ekan. Ammo Uyg'ur milliy tibobati va dorigarligining ilgari mazkur g'ayriy moddiy madaniyat tizimligiga kirgizilgan yoki kirgizilmaganligi haqida haqiqiy uchur yo'q. Uyg'ur tibobatining tarixi uzun. Sistemlik bir milliy tibobat ekanligi yillardan buyon Xitoy hukumati tomonidan e'tirof qilinib, ko'p joylarda maxsus Uyg'ur tibobat doktorxonalari qurilgan va maxsus Uyg'ur tibobat kasbiy oliy texnikumi ta'sis qilingan edi. Hürmetli televizor ko'ruvchilar, yuqorida Erkin Asiya Radiosi televiziyasining Heptilik Xewerler programmasini ko'rdinglar. Diqqat berganinglarga rahmat. Kelar hafta ko'rishaylik.